14-yanvar davlat tadbiri. Ana. Ustozimiz Ozodbek Nazarbekov boshchiligida tadbir boshlandi va mana bir qo'shig'im o'tdi nomerim. Qo'shig'imni almashtirishdi. Ozodbek Nazarbekov ustozimiz chaqirdilar. Ke, menga o'tiribgan, nima qo'shiq aytasan? O'zimga qo'yib berdilar. Uni tanlayapman, buni tanlayapman. Oxiri Nayda bori tanladik. Ha, Nayda bori bilasanmi dedilar. Shunday qaradimda, ustoz to'g'risi men bilmayman dedim. Bundoq bir kecha qoldi dedilar. Eplaysanmi dedilar. Qilaman dedim. Ha. Qilaman dedim. Soat kechasi 6 yo 7 bo'ldi. Repetitsiya tamom bo'ldi. Ertasiga soat 8 da konsert boshlanadi. Qalbim jo'shqin sayida bor yodlash kerak uni. Birinchi kupletning to'rt qatorini qaytaraman. Yod bo'ldi. Vроде yod bo'ldi. Faqat tekstlar aralashib ketyapti miyada. Kelmayapti anavi qator. Qo'rquv yo'q. Nimadir qilishim kerak. Bundoq qaradimda, aka ruchkangiz bormi dedim. Sen bor dedi. Bu yoqqa oling dedim. Ketdi. Sig'ish uchun mana shu yerdan boshladim. Qalbim jo'shqin soyda. Eng qizig'i bitta qatorni yozib, ikkinchi qatorni bu yoqqa yozib, uchinchini tagiga yozaman dedimda, bu yoqqa ikkinchi qator sig'di, joy qolmadi. Bu yoqqa qarasam joy ko'proq. Nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Muzikantlar chalishyapti, zo'r ishlangan hamma narsa. Ketdim. Qalbim jo'shqin kamera olib turibdi, prямой efir. Jo'shqin sayida bor. Ketdi ashula. Mamlakasiga ketyapman. Birinchi qatorda o'tirgan odamlar bundoq qarab bir-biriga pichir qilib qo'lni ko'rsatyapti. O'zi menga farqi yo'q. Chiqib ketyapman. Umuman hayajon yo'q. Men amalladim degan narsa bor, chunki harakat qildim. To'lqin Jabborov kelyaptilar. Hali nigoh esimdan chiqmaydi. Bundoq turib, menga qarab bopladi, ezdi chiqib ketdi.